Halol baraka kanali bilan obuna bo'lib qoling, shirkati bor. Assalomu alaykum hammaga. Bugun hammanglarni hayit ayyominglar bilan tabriklayman. Ijod qilishda davom etyapmiz. Xalq uchun xizmatdamiz. Optim narxlarda qilishda davom etyapmiz. Aksiyalarimiz hamon davom etadi. Shu bozorda dehqon bozori mana bu dastakani ketyapti. Xudo xohlasa kela olasizlar. Abidgacha bu Ovosh dehqon bozorida bo'lamiz. Soat 5 mahalda inshaalloh yosh katta insonlarga yengillik qilish uchun Buloqboshi masjidimiz oldiga joylashamiz. Kela olasizlar. Xalqqa manfaatini tegadigan qilib yurishlarda olib chiqamiz. Dezralarda alangalar hammasi arzon narxlarda bo'ladi. Yeb maza qiling. Halol baraka kanali bilan obuna bo'lib qoling, shirkati bor. Halol baraka kanali bilan obuna bo'lib qoling, shirkati bor. Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana 26-may Araba kuni. Hammanglarni hayit ayyominglar bilan tabriklayman. Ijod qilishda davom etyapmiz. Xalq uchun xizmatdamiz. Optim narxlarda qilishda davom etyapmiz. Aksiyalarimiz hamon davom etadi. Shu bozorda dehqon bozori mana bu dastakani ketyapti. Xudo xohlasa kela olasizlar. Abidgacha bu Ovosh dehqon bozorida bo'lamiz. Soat 5 mahalda inshaalloh yosh katta insonlarga yengillik qilish uchun Buloqboshi masjidimiz oldiga joylashamiz. Kela olasizlar. Xalqqa manfaatini tegadigan qilib yurishlarda olib chiqamiz. Dezralarda alangalar hammasi arzon narxlarda bo'ladi. Yeb maza qiling. Halol baraka kanali bilan obuna bo'lib qoling, shirkati bor.